Bundan 4-5 yil avval Farg'ona shahrida xalqaro universitet ochiladi deyishgan, to'g'risi men biroz ishonmagan bo'lardim. Lekin bu bugun haqiqat. Mana hozir biz Koreya xalqaro universitetida turibmiz. 2019-yilda bu universitetga 720 nafar talaba qabul qilingan 7 ta yo'nalish bo'yicha. Bu yil talabalar soni yana ham oshiriladi, ya'ni 1040 nafar talaba 11 yo'nalish bo'yicha universitetga qabul qilinadi. Endi farg'onalik yoshlar bu yerda Koreya ta'lim dasturlari bo'yicha bilim olishadi. Bu universitetning yangi binosi. Bu yerda ta'lim xalqaro me'yorlar va zamonaviy pet texnologiyalar asosida yo'lga qo'yilgan. Yangi binoning birinchi mehmoni ham shaxsan prezidentning o'zi bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev universitetda yo'lga qo'yilgan ta'lim jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Loyihada ta'limni kompleks rivojlantirish, ya'ni bog'cha, maktab, oliy ta'limni birgalikda olib borish zarurligini ta'kidladi. Prezidentga shu universitet bazasida biznes inkubatorlar tashkil qilish loyihasi haqida ham ma'lumot berildi. Ta'lim jarayoniga Koreyadan 12 nafar professor o'qituvchi taklif qilingan. Prezident onlayn o'tkazilayotgan arxitektura muhandisligi darsini kuzatdi. Professor Han hozir talabalarga smartivizm asoslari bo'yicha dars beryapti. Mana shu 1-7 yilda bolalarimizni o'zlashtirishi qanday? Fanlar bo'yicha, yo'nalishlar bo'yicha. O'zbekiston bilan Koreya ta'lim tizimi bir-biridan farq qiladi. Darslarni endi boshlaganimda ular faqat o'qituvchi bergan topshiriqlarni bajarib kelishardi. Men hozir ularni mustaqil ishlashga o'rgatyapman. Koreyslarda talab kuchli bo'ladi, baho olish oson emas. Berilgan topshiriqlarni vaqtida uddalayapsizmi degan savolni universitet talabasi Jamshidga berdik. Har bir sohada o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'lganida, har bir yo'nalishda bu yo'nalishlarda ham qiyinchilik bor. To'g'risini aytsam, cho'chiqo'rdan uyqu vaqti oz bo'lganida tayyorlanish tufayli endi hozir uyquni qisqartirganimiz kelajakda o'zimizga foyda bo'ladi deb umid qilaman. Universitetda o'qiyotgan talabalarning 80% bu Farg'ona vodiysi yoshlari. Qolganlar boshqa viloyatlar hamda Qirg'izistonda. Ta'lim to'lov kontrakt asosida, o'quv jarayoni esa kredit modul tizimi bo'yicha olib borilyapti. Bu bizning ta'lim tizimimizdan ancha farq qiladi. Masalan, avtomobilsozlik yo'nalishi. Birinchi kursda talabalarga bazaviy nazariy bilimlar beriladi. Ikkinchi kursdan esa to'liq amaliyotga asoslangan texnik bilimlarni olishadi. Prezident O'zbekistonda ta'lim metodikasini qaytadan ko'rib chiqish kerakligini aytdi. Talabalarning vaqti behuda sarflanmasligi kerak. Amaliyotni nazariya bilan birga olib borish zarur. Ushbu universitetda mana shunday dars beriladi. Bu yerda hatto raqamli kutubxona ham bor. Talabalar QR kod bilan kitoblarni elektron yuklab olishlari mumkin. Bunday kutubxonalar boshqa universitetlarda ham bo'lish kerak, dedi prezident. 한국국제대학교 2019년 kelasi yilga nasib qilsa shu 7 qavatli binoni bizda o'quv va amaliyot xonalari, laboratoriya xonalari qurib bitkaziladi va bular eng oxirgi zamonaviy texnologiya asbob-uskunalar bilan jihozlanadi. Unda albatta zamonaviy kutubxonalar, amaliyot xonalari, laboratoriyalar joylashishi rejalashtirilgan. Tez orada yangi o'quv yili uchun hujjatlar qabul qilinadi onlayn. Imtihonlar esa test markazi bilan hamkorlikda olinadi. Imtihonda eng yaxshi natijani ko'rsatgan 2 nafar talabaga grant ajratiladi. Shuningdek, yo'nalishlari bo'yicha eng ko'p ball to'plagan abituriyentlar ham universitetda bepul tahsil oladi. Ular ta'limni 3 yil shu universitetda olishsa, oxirgi kursni Koreyada tamomlashadi.